Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Gentra mashinasi kelib qoldi. 2018-yil 193 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-peysa avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Mashinaga qimmat tepasi ledlar qo'yilgan. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi akalar. Salon qismlarini ko'rib chiqaman. Salonlar ham zo'r, tiniq holatda turibdi. 193 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Sidina holatlari ham yaxshi holatda, ev-korlik solingan, patolo ошибкалari ham yaxshi holatda turibdi. Temir gaz balonlar ustanovka qilingan, motor, korobka, ходовой qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q ekan. Kraskaga keladigan bo'lsa, akalar, oldi kapotida, orqa bagajda bor ekan, или mana shu tomon sapochogida kraskasi bor ekan. O'zinglar uchun akalar bir qator qolgan joylarni tekshirtirib, proyerka qildirib olasizlar. Egalarining o'zida sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini akalar sizlar olib maza qilmayishingiz uchun $8750 baholandi. $8750 ga 2018-yil 193 ming kilometr masofani bosib o'tgan minishga tayyor 3-peysa avtomat korobka Gentra mashinasi.